إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. Hozirgi kunda ba'zilar joriya hadisini zaif deyishyapti, ba'zilari salaflardan deb har xil dalillar keltirishyapti. Alloh makonsiz, olti tomondan xoli deganga o'xshash so'zlarni keltirishyapti. Ustoz, aqidada shubhaga tushib qolishdan qo'rqaman. Bunday holatga tushib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu masalada o'zi oldindan talash tortishlar ko'p bo'lgan. Kimdir unday degan, kimdir bunday degan. Hozir men falon olim bunday degan desam, u odam falon olim bunday degan gaplar keltiradi. Olim sanash bo'ladi ishimiz, odam sanash bo'ladi. Ya'ni bu masalada eng yaxshi bizga olinadigan gap Alloh nima degan savol aytaylik. Alloh nima degan? Alloh nima degan bo'lsa shuni olaylik bo'ldi. Alloh nima degan bo'lsa shu Allohning gapini olamiz bo'ldi. Falonchi pistonchi deb turib o'zi hamma masala nimadan bo'ldi? Keyin ilmi kalom degan narsa chiqqandan keyin Alloh va Rasulining gapiga shubhalar tashalib, noto'g'ri tushunchani o'zi chiqarib, keyin o'sha kelgan nususlarni ga tushunmay qolib turib, mana shunaqangi bir botqoqqa kirish bo'lib qoldi. O'zi Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa, shunga iymon keltiramiz, shunga ergashamiz desa bo'ldi. A amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. A amintum man fis sama, osmondagi zot deyaptimi? Osmonda Alloh subhanahu va taolo osmonda desa, osmonning ichida, osmon yoqdan o'rab turibdi, bu yoqdan o'rab turibdi. Bunaqangi gapni o'zi chiqarib, keyin uni o'sha tushunchani yo'qotish uchun bu yerda hadisni albatta zaifga chiqarish hech qanday ehtiyoj yo'q narsaga. Shuning uchun bu narsada ya'ni qisqa bizda gapimiz shuki, bu masalada Alloh nima degan bo'lsa, Allohning gapida to'xtashdan yaxshi narsa yo'q. Eng to'g'ri yo'l shu. Sahobalar mana shu narsada to'xtashgan. Qachonki shu keyin ilmi kalom degan narsalar chiqqandan keyin u 3-4-asrlarda mana shundan keyin shunaqangi bir muammolarga uchradi ummat. Ungacha odamlarning hammasi Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa o'sha narsada davom etib kelyapti. Inshaalloh o'sha yo'l davom etsin. Sahobalar nima degan bo'lsa, tobiinlar nima degan bo'lsa, aimmalar nima degan bo'lsa, shu sahoba, tobiin, aimmalarning yo'li biz yo'limiz. Mana shu yo'lda davom etaylik, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo nima degan bo'lsa shu. Mana Qur'onda bir qancha o'rinlarda keldi. Fis sama degani. O'zi fi kalimasi ba'zilar aytadiki, fi desa osmonda ichida bo'lib qoladi. Bu to'g'ri fi'ni ichida degan ma'nosi ham bor, lekin fi arab tilida ala ma'nosida ham bo'ladi. Masalan, fulanun fil jabal desa palonchi tog'da turibdi. Tog'da ichida degani emas bu. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, ya'ni juzu'in nakhl ay ala juzu'in nakhl. Xurmo kundalarini ustiga chiqarib sizlarni osaman dedi Firavun man sehrgarlarda. Fi degani ba'zan ichida u holatiga qarab tushuniladi. Lug'at bu. Lug'atda masalan o'sha bizda da degan kalima masalan palonchi falon joyda desa ichida. Palonchi maktabda desa maktabda ichida. Masalan maktab palonchi tog'da desa tog'da ichida deb tushunmaymiz-ku. G'orda bo'lsa g'orda ichida bo'ladi. Tog'da desa tog'da ustida bo'ladi odam. Xuddi o'shanday fi kalimasi ala va ichida degan ma'nolarda ishlatiladi. Endi agar osmonda degandan keyin bu narsa muhtamal bo'lib qolayotgan bo'lsa, buni muhkami Alloh subhanahu va taolo summastava alal arsh 7 ta joyda ochiq aytgan oyatda. Alloh subhanahu va taolo arsh ustida. Endi yana bu yerda muammo chiqaruv arsh ustida bo'lsa qanday holatda turibdi, o'tiribdimi, arsh tushib ketsa nima bo'ladi degan savollarni ko'paytirib, o'zini o'zi muammoga tiqib, keyin buni tushunmay qoldik, bo'ldi bu zaif bo'ldi, yo bu oyatda shunday o'tib ketamiz degan gap, ya'ni bu salaf solihinlarning yo'li emas bu. Shuning uchun savol javobni ko'paytirmasdan bu masalada Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa biz shunga iymon keltirdik. Sahobalar qanday tushungan bo'lsalar bo'ldi, shunda biz to'xtadik. Sahobalar, tobiinlar, aimmalar nima degan bo'lsa bizning yo'limiz shu yo'l. Bir-birimizni malomatlab, sen faloniysan, sen pistoniysan degan tana toshlarni bir-biriga otish va mana shu narsada tushunmagan odamlarni yana ham boshini og'ritib, bu narsa bilan ummatni ikkiga bo'lishiga sabab bo'layotgan odamlar bu narsada Allohdan qo'rqsin. Hammamiz ya'ni bu narsa ya'ni odamlar o'rtasida ixtilofga sabab bo'layotgan narsalar, odamlar tushunmaydigan mavzularni ko'tarib olib turib, ba'zan o'zlari ham men o'ylaymanki shu tushunyaptimikan shunaqa degan odamlar degiz keladi odamni. Bunaqangi narsalarni to'xtatib, mojaro janjal, ta'na toshlarni otishga chek qo'yib, biz Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa shunda to'xtaymiz. Sahobalar qanday tushungan bo'lsa shunday tushunamiz deylik bo'ldi. Hamma odamlar ya'ni shu yo'lda kelyapti alhamdulillah.
Bu narsalarda ko'p ham ya'ni chuqur ketish yaxshilikka olib kelmaydigan narsalardan vallohu alam.